Assalomu alaykum. Urganch metan servis obunachilari. Tez video qo'ya olmayapmiz. Xudo xolasa, bamna stabilni ko'rib borishga harakat qilamiz. Endi zabashini demandan atak vaqt olmay qoladi. Qo'ymoqqa. Captiva 5 avtomobili. Captiva 5 O'zbekiston bozorida buncha tartmadi o'xshaydi. Bilimli odamlar uni dinlatmadi, lekin video narsa menga yoqdi, lekin yurishlar ham mo'shni mягкий ekan. Hadoylar ham mягкий. Bu avtomobilimizda metan ustanovka qilib berganmiz. Polnisi full komplektatsiyalar, stak оборудованиялар bilan ustanovka qilingan. Stak Gofas miyalar bilan ustanovka qilingan banda ekan. Stak injektorlar bilan ustanovka qilingan. Sportiniy variantda hech chiqarmaslik uchun hamma o'qidi. Fagomin shalanka ishlatamiz bilasizlar. Ozgina rasxoti ko'proq bo'lsin, lekin обязательно fagomin shalanka metan bo'lsin, propan bo'lsin, fagomin shalanka ishlatamiz. Chunki ertaga hit-pit bo'lib ketishi bo'lmaydi, mashinada muammo bo'lmaydi. Bu avtomobilimizda zajganani rani surish uchun отдельный kompyuterlar bilan ustanovka qilib berganmiz. Mashin gazga o'tgan vaqtda zajganani rani suradi, mashin yengil yurishini xizmat qilib beradi. Mashinamiz bo'ldi, hozir bolalar kompyuter diagnostikalarni qilib beradilar. Bu avtomobilimizni balon qismini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, 3 dona 37 lik bilan tena ustanovka qilingan. Bergenina tushishning iloji yo'q. Bu avtomobillarimizda faqat 3 dona 30 likni bunday qo'ysa oladi yoki 2 dona 30 likni bunday qo'yib salona ichine everindagi qashilovini 1 dona 30 lik ustanovka qilsa bo'lar edi. Lekin qarang, salonda bo'lmasin dedi. Shuni hisobini 3 dona tena joylashtirib berganmiz. Cherry Arizo 6 Pro shot spravka mashinamiz. Hali bez nomer ekan. 3-4 kun bo'lgan salondan olganda 90 litrlik bilan заводской поставкаlar bilan mo'shshaydi, xudo xolasa ustanovkalarni qilib bola geldik desa ham bo'ladi. Motor qismida ozgina ishlari bor. Motor qismiga keladigan bo'lsak, bunga ham shu stak оборудованиялар bilan ustanovka qilingan. Cherry Arizo 6 Pro, 7 Pro iloji boricha kompyuterlarni stak Kunix bilan ustanovka qilinsa, tabloda ошибкалар chekka berib yotmaydi. Muassas yuradi, turbinalar ishlash ham mo'shsin bo'ladi, xudo xolasa. Bu avtomobilimiz ham Panda variator bilan ustanovka qilingan. Zajganani ranisilari gaz o'tgan vaqtda yengil yurishini xizmat qilib beradi. Bu avtomobilimizda ishlananlar davom ettirdi. Injektorlarimiz W0 Sportiniy variantda injektorlar ustanovka qilingan. Stak оборудование ustanovka qilingan vaqtda обязательно reduktorini ADAX reduktori bilan ustanovka qilinadi. Chunki garantiyadan chiqib ketmaydi. 2 yil mobaynida qo'yiladigan оборудованиямizga garantiyasini beramiz bo'ldi. Yoki 40 ming kilometr. O'zbekiston bo'yicha garantiyamiz yuradi. Cobalt avtomobilimizda propan ustanovka. Klientimiz Berlinidan podpisчикimiz ekan. Silindroviy balon ko'p bering dedi, zapaska balon joyida bo'lsin dedi. Bunga ham 4-pokoleniya bilan xudo xolasa propan ustanovkalarini qilib beramiz. Bari endi boshlandi. Bolalar ishlari ham davom ettirdi. İtalyanskiy Nordic reduktorlar bilan xudo xolasa mo'shshaydi. Injektor kompyuterlari polskiy oladi, reduktor faqat propanda italyanskiy oladi. Shular bilan ustanovka qilinib turibdi. Tak, xullas kelaversa servisimizda ishlarimiz davom ettirdi. Bunda yana bir Cobaltimiz qarab turibdi. Hali geç olsam. Xullas bizda ishlarimiz davom ettirdi. Bugun 20-iyunni. Kelaversa narx-navo bo'yicha pastda telefon nomer qoldiramiz.